yalan etçoy. Mollu Zeydin seley çakan. Çayxana kirmeyelim abi. Samkamdan çakçakları. Hamşey oludu. Mollu Zeydin seley çakan. Samkamdan Rasteyse. çakçakları. Adaş, ben malen kep buldum. Konca öt görüşelim ben. Adaş, sen bugün toy kuyta al barattın mı? Немесіндейсі адаш, түгіде, әміз түгіде адаш. O nim buldu adaş bu toy başlaganda? Тойның шешу, тойғымы, той аптыма, жисімі лайықлы той кәді. Can nim buldu adaş, digine adamdan köngülünü yerim kılmay. Немешілатты адаш, өйнің жиділ olmamdı адаш, өйнің жиділ ясы. Önün ciddiye sen öy yapmagan toğa? Өйне банкы қарыз қып аған адаш. Әп болғаннан кен, қайын адам білен қайын адам еніп алды. Toğa, müştamış bulamdı adaş. O öyünün karşısını sen төлeydiğen tursa. Үзаң білсе адаш, өткен жылы өй жарап отырайлы десем, біз қызымызны ижары үйді отырғызмаймыз деді адаш. Оныңнан кейін мен өйткіледім о, бұл сордым адаш. Оныңдан сыртмыш боғамдан қаға иеләне сетіп, şu aldın төлейген пұлның әміні төлеген. Әмді көмімсе бұл іш бұлатқан işlerini adaş. Va adaş köngülünü yerim kılma. Bir mezgil ölse ulanın mı kalısın ötüp kala. Yüreğimizin bir yak apırıp giley. Nəyə qıpırsa adaş? Çayxanağa baramaz. Çayxanağa? Adaş könlümün aramızı yoxdursa. Adaş, mən seni apırdığın çayxana başqa çayxanalara oxşamaydı. O çayxanada nakşı müzikler var, nakşı müzik anlap köngülün eşitip qaldı. O çayxanağa sen bizə oxşaş yaşlarım vardı, çoğlarım vardı. Aşağıda xil paranlar buldu. Çoğlarım bolğan iken, seni məsələn aşağıda bop qalandı, texə jürə berib kilimiz. Şunda mı adaş? Jürəniz bir paqlı. Qani mehmonlar, çayga beqinglar, çayilinglar. Çay ishga Qiziq çaylarni elinglar. Qani ustozlar, çay quyib qo'yay. Çayliqlab Bugün qo'yay. amma çiğin acayip peyz optu cuma adaş. Shundaqmi? Biraz kat toptu. Esil mehmonlar kelganda çayni esil damlamasa bo'lmaydi. Qani, voy, iching. Qani. Adaş mağamı kuyuta acayip peyz opma çiğin. Bo'ldi, qani. Sen opma çiğin peyz optu adaş kuyuta. Bo'ldi. Yav. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam aka. Vah, mimarlar tuş gittiğimge çayxanaga. Assalamu alaikum. Kardeşim, selamet olun. Allah hozir o'ylab topdim juma ekanida kamera. Assalamu alaikum aka. Assalamu alaikum kardeşim. Yaştırdınız mı? Assalamu alaikum. Allah kahvaltı kardeşim. Selamet olun. Xo'sh, adlaka. Keling. Qiziq choy quyib beray. Hozir o'ylab turibdim bu Vah, adlakam mimarlar tuş gittiğimge çayxanaga. Shu. Bu mu aka sizlardek shunday esil akalarimizning bog'inidan bo'lyotidi-ku. Rahmat. Qani. Çayxananın namı çıkarttı ufkam. Çaylarınınki yedire bütün dünyaya pır ketti. Şu mimarlar tuş gitti de. Lekin mimarların obdan kütmüşsen bulmayı cuma yana. Shundaq, uning gapi yo'q aka. Mushu bir yildan ortiq vaqtdan beri mush mehmonlarning to'xtamay kelishidagi sababmi? Mush xushpuroq damlangan esil kiyimni deb keldi emasmi? Şu. Qani. Yakında çay almıştırıp geldiniz mi aka bu? Çiğ okşaydıgan mı gitti bunun hazır? Ne oldu mu? He. Oppo telefonunu algandan beri to'xtamay saraydiganlar bo'lyotidi tang. Vay. Assalomu alaykum. Yamancık tutun. O. Asqar kimmi? Qanday ahvolingiz aka? Yaxshi turdingizmi? Xo'sh, qanday topshiriq? Çayxonagami? Voy aka, ba o'rin ba xotirjam kelavering. O'p sizga tegmagan o'rinni men nega gapirma bu yerda. Bo'ldi. Xotirjam kelavering aka, chataq yo'q. Ma'qul. Kimga ufkam? Oppo telefonunga telefon qilyotgan. Asqar Davud akam. Asqar kam telefon tutma? Asqar Davud? Asqar Davud akam. Voy, bir vaqtlarda ilaqa o'ylinaymi? Öy sit olaymi deb maqal ichib dans qilayotgan Asqar Davud. Dal shu Asqar Davud akam bo'ldi. Ufkam bu çayxonaning danqi chiqib hamda hammadan zakas qilib turibdi hozir. Mash bo'ldi ekan. Shu aka. O'rin bormi deb telefon qildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kallalama. Rahmat. Qani marhamat. Voy aziz mehmonlar keldi. Xo'sh.
Assalomu alaykum. Qani, yuqoriga o'tinglar. Qani mehmonlar. Qani. Ben bekle. Ha, bo'ldi mana shu. Oralarni sizlarga kelib qo'ygan. Asqar Davud. Bir ko'rish oldi. Ya Allah. Şundan isim şerifleri ben cık algan ama köre bakmap ekanman. Ben bu adamni bak va. Mesela kullanıp çeynekçilik adamı gelsem, oy osmonga törük qo'g'ida ketib gidam ha va. Xalq maydoniga samovar tektumamda. Şu emasmi ağaynam? Bu etotun ahırlaşkıcha osmon o'lib ketmasin deb ba'zi osmon to'ri ko'p berdim. Hatırla. Ha, qani. Amimalar bıçak. Xo'sh. Bu mehmonlar qachon shu sirdishim aytgancha sizlarga deyman qachon, ha? Şunda qildi uka. Sırışın markalık bu çayının namını xil anlagan. Degan bu sorunu ba'zor o'tirib, yaxshi bir sır çaylı. Ha, bo'ldi. Hazırla tayyor qilma. Asqar Davud adaş. Bu şöyle öğleneymi yoki öy alaymi demiş bakalım yazga vaqtda. Özün ya öy alanma ya öğlenemezge vaqtın olmadı ya. Ya rastçımı aka. Muşu sırrını bir aşkarlayıp ötün ha bize. Siz yazgan aşı temi var mı? Muşu biz yaşlarının arasında mı xeyli zor tesir qo'zg'agan. Muşu öndedarlarda, torlarda, tillarda dastan bo'lib, hozir muşu idiom maqal temsillarga aylanib ketadi deb qoldi. Aşın sırrını bilgen bir anglaylı aka başta. Acayip to'g'ri gap qilding Jumadash. Uning ustiga hozirmish jamiyatimizda ba'zi bir yoshlarimiz bu turmushdan, jamiyatdan, o'zining nikoh muhabbat ishlaridan og'rindigan shunda. O'z-o'zini zarlaydigan bo'lib ketdi qarab. Şu. Anglayla qara. Asqar Davud adaş. Muşu bayatniyak bo'layotgan muşu paranga bir ikki qiz bir tushuncha berib bakmaysizlar. Bayatın nəhayət yaxşı sual soruldu. Bugün çayxana əhliga mush haqida men bir ikki kalima bir izohat berib o'tsam, biz qarindoshlarga hammamizga ma'lum, har qanday bir adib qalamkashninki ijodiyati eng oldi bilan shu adib qalamkashning bevosita kechirmishining mas'uli deb tushunamiz hamda. Eng oldi bilan o'zimizni shu o'ringa, shu o'tga sep turib, oldi o'zimizni ko'ydirib beqib asar yozmasak, u bir g'alabalik utuq chiqqan asar bo'lmaydi. An bu o'ylanaymi, uy olaymi degan bu maqolning tarixini so'zlash to'g'ri kelsa, 20 yil burungi shu vaqtgi davr ariq ko'rinishini 20 yil burungi makan zaman sharoitini asash to'g'ri keldi. Hammamizga ma'lum, elimiz islohot etishdan keyin nihoyat zo'r darajada qudrat topdi. Mayli ma'muriyat sohasi, fan texnik sohasi, iqtisod, jamoat ishlari bo'lsin, xalq turmushi uchun zo'r o'zgarish bo'ldi. Ammo 90-yillar kelgan vaqtda elimiz hukumati bu cho'ng ko'lamli tuzilma islohoti, apparat islohot olib berib, burungi to'mir tavoq hukumat xizmatini ziyod ulug'lash, to'mir daftarini ziyod cho'ng bilish xohishi qarta bir kaskin islohot yapadi. Buning bilan burungidek oliy maktab o'quvchilari o'qish tugagan hammalar tayyor xizmat, tayyor uyga erishadigan bunda ishlar asosan har odamning iqtidoriga, yaratgan to'pisiga, jamiyat qo'shqa hassi qilib, u iqtisodiy natijalar bilan aktiv balans aylangandan keyin har odam o'zining taqdirini o'zi belgilaydigan bir yaxshi siyosat avtonom rayonimiz shakllandi. İkinci biri 1995-yillardan keyin mamlakat xarakterlik elib berilgan turalgı uy islohoti. Bu bizning turmushimizga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Masalan, burungidek paravallik uy, paravallik turmush asosan tezlik isloh qilinib, har odam tirishchanligi tayinib, o'zining to'pisiga yaratgan iqtisodiy, ijtimoiy qimmatga qarab uy oldigan tovar uy siyosati tadrij omilishga boshlandi. Üçüncü bir hemde to'ydukun nikohlash ishida ziyod hashamdaram qo'llashadigan ba'zi shuhratparastlik omillari ziyod yamirab ketgan ishlar bo'ldi. Masalan, o'g'illarning siylig'i, qizlarning siylig'i ziyod eshib ketdi. Xudlashmoqchi bo'lgan ikki tarafning orasidagi ba'zi munosabatlar burungidek ravonlik emas, yanada shu iqtisodiy kafolatni, iqtisodiy madatni asos qilgan ma'naviy kayfiyat, ma'naviy jihatdagi omillar sal chetga qilib qolgandek bunda sharoit bir tarafdan yamrashga boshladi. Mana shunday sharoitda 70-yillarda yoki 70-yillardan keyin tug'ilgan oliy maktab o'quvchilari hammasigidek to'y qilish, uy elish mush ishlarda bir cho'ng boshqa timchiksida qoldi.
Ben bu şu vakitte özüm teke toyumu kılmagan, öy, o bu iliş imkaniyetim bulmagan vaktim. Şu göz aldığımız reallık ne? Oylap, özemni şu devir şaraitininki bir işki kaynamada densep ekip, öylneyim o, öy alayım o degen bu makalını 1997 yılı, küz ayları da ezip buraya çıkarganten. Özalını izip dikensizler. 99 yılı makalı matbuat yüzü elan kılıngandan keyin u da hazırgı çıbaga aralıkta mana 20 yılga yakın vakti boptu. Mayli bizim tor salonlarımız, internet saharımız olsun, başka bir sorunlar, yaşlarının paranlarıca hem yerde bir kızık temaga aylanıp kaldı. Hatta sahnelerde ekranlar çıkıldı, etot özgertildi. Hazır yaş balalarının turmuşu da, bolup nikah işidik kız yigitlerinin turmuşu da en köp tilga elindigan, en köp sözlendigan mühim kızık temalarının biri muşu bolup kaldı desek buldu. Şunu ben bir keçide yazıp tamamlagan bir makalı olsun mu? 20 yılın verisi halkımız arasında, yaşlarımız arasında, meyil çoğunla, gödekler olsun bir kızık tem bulup, sağlarımızda, torlarımızda, hatta çetellerle geçe bir münazır temi sokkağımdan nahit zor iftiharlık iş kılım ben. Rahmet. Asqar Davud nayt yaxshi gapadi. Bayatıma tushunmagandim bu nima ishqa Asqar Davud öy alaymi yoki o'lnaymi deb yozgandi. Ya o'lnayman bu o'lnaymi chataqa desam, menda keyin shu siliqlarniki elaqa agashma xarakterli kasalga o'xshash yotgan qarab sunmay planında qilib kelmay manda qilmasam bo'lmaydi degan bir xil bizda ashunaq bir ishlar bo'lib ketdi-ku. Bu bir millatning safosiga zich munosabatli ish ekan. Meningcha muhabbatning oldi uydirgan eng chong boylik yo'q bu dunyoda. Endi hozir demisimi ashunaq bir ishlar bo'lib ketib bordi. Turmushimizning nayt gülünüşüge ergişip bizim xalqimizmi boy bo'lib ketib bordi. Hozir uydan boshqa mashinalarimiz bor, hatto bir necha yerda uyimiz bor, bir uyda bir ikki uchta mashinamiz bor degandek yaxshi ahvollar shakllanyapti. Ammo umumiylik emas yana. Umumiylik xalqimizning turmushini o darajaga berib ketgani yo'q. Asqar endi 20 yildan oldin ashnaq maqola yozilib bu bir nayt dang chiqarib ekan. Asqar yana bir vazifa bersak bo'lgandek savrdik. Bo'ldi. Biz endi shu bundan keyin uy olamiz. Yana boshqa ish qilamiz deb mablag'ni u yerga solmay ma'rif qilsak bo'lgandek. Xalqning safosini yuqori ko'tarmaguncha masala hal bo'lmaydi-ku. Bu xalqimizga bu o'yab birdiganga, butun bolalarimizni o'ylab xotinab birdiganga pul yetmaydi. Bu yama zo'r chiqib ketadigan bir ish ekan. Uningdan eng muhim masala millatning safosini ko'tarmasak bo'lmaydi. Uy setib olamasak, ijara o'tasak bo'ldi-ku. Ijara o'ylar jiq bu. Meselelerni chiroyli hal qilish. Eng muhimi baxtli oilani qurib bo'lgandan keyin tadrici hal qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bankalardan töven o'simlik qarzlarni ilib ikkisi tirmishib pul tepib qaytarsak bo'ladi. Bizning ota-bobolarimizmi ashunday qiyinchiliklarda cho'ng qilib kelgan. Hatto o turmushlarga biz misal ulangan. Bizmi boshda yangi ish chiqqanlarimizda idoradan paravalliq uylar berdigan. Keyin o o'ylan setulinglar dedi. O azam bo'lgan bo'lsa, shu zamonlarda yomon qiymat to'xtagan bizga hammalarga. Keyin o bozor egiligi, bozorning ehtiyoji bilan o'ylarni bosi o'rlab ketdi-ku. Meningcha, men jiq so'zlamayman. Bugun mush to'g'riliq so'zlaydigan bizning ustozlarimiz jiqraqda qilib turdi. Shularning qiymatli gaplarini anglayli. Eng muhimi mushu o'linaymi yoki o'y olaymi degan maqolning yashmis qilib yana bir maqola yozish kerak ekan. Shundaqmi? Shundoq. Bayatım tutmuş gap bulatqan qarsam bizning abay inimiz müşər ekan bir ikki gipi borda qilib turdi. Temsilip. Bayatdan biri abay necha qitimmash temsilib gap qilay deb gaplamay o'tirib qolgan. Buning bishirim o'tganda o'y alayım, o'lnayim degan gap mush bolalar o'tganda. Buning balkim deganda uyamısınız tegmayman deb birasa. Mağalda demigen ras obdan sordum sual. Ben toy qildigan vaqtda uyammi yo'q. Pulum yok, hiç şeyim yok, toy kılma edip koyup. Özün mü Ben aldılar hep
başta iş qilib, amal qilib, qarzlarni qilib yurib, xotinni boshda ilib olganman. O'yinni olganman beshida. Bundan burun gitar almışdı akça. Onun keynidan bir ijara uyini ag'inam berib turdi, shuning ash uyda bir yil o'tirib turib, endi chandilmay o'tkazib etib, asta-asta ani keynidan shu 2001 ko'chash boshlandi. Meni bir ag'inam ashundoq o'lni bilib, uy yo'q, 17 ko'chash, 17-chi qitimlik ko'chash murosimiga men qatnashib qolibman. U mushu saramjonlarni mashinaga besishga shunchalik ustulab ketibdiki, o'sha mush Yovsalning birdamda besib o'tdi ekan. Buni bir o'shkisi vakatiga, u o'shkimi 4-uyga ko'chishgan men bag'ada. Hammani meni besib qo'ygan ekan, o'shkiga loyiq bir yaqin ekan. O'shki sakrab chiqib oldi ekan. Men zonglik qilgan, men to'y qilmagan vaqtimda 12da mening beshim keldi bu ko'chash. Ko'ch. O'ljida oqatmaga uy qolmadi. Men qiyin keldi. Başta qilib shuning bilan bu uyda men başta yolg'iz to'y qilganda xotin bilan kelibdi, keyin ikki qiz olib paydo bo'lib qoldi bu uyda. Bular başta cho'ng to'rt ulab qoldik, texnik qiyinchilik bo'ldi. Uyim yo'q, bu adam to'rt ulab ketdi. Qanday qilamiz deb keyin qarasak shuning bilan bu balalarni o'zi cho'ng ulab qoldi. Cho'ng qizimdan kichik qizim sal kichikroq-ku mening. Şuna bu balalar şunun bilan bu balamı cho'ng bo'lib oliblar. Hozir Uyg'urcha gap o'rgatib qo'ysak, hozir cho'ng bo'lib bizga yanadigan bo'lib oldi bir parchada. Uyg'urcha o'rgatmasi kerak ekan balalarga. Balalarim xap qilsa, mening achchig'im kelsa, mening tarbiya qilish usulim o'xshamaydi. Anasi mayoqqa tag'izib qo'yib, ikki qizim mayoqqa tag'izib qo'yib, ikkisiga deyman, "Ey, bu haqiqatdan nima yo'g'onchilik bu uyda paydo bo'lib qolib. Haqiqatdan oldi bilan tanishgan 14 yil, keyin bilan 9 yil. Bu opang bilan degan biz 17 yil, opang to'nilgan vaqtda bir so'm to'lamaydi mana va. Oy. Mening bu tanishgan vaqtim olmadim. Shuning bilan hozir mana chiqilib ashundaq tirishib, mishay kelib, xalqimizning qo'llashi, quvvatlashi bilan hozir o'yinimni oldik. Xotinimni oldik. Hamma ish bitdi. Xotinning daykasini berib turibsiz. Daykasini depmamdi. Xotinniki xotin demayman, qonishab berayotgan bir yil 17 yil bo'libdi menga xotinim. Saytamning ayolining qizi. Hozir cho'ng qizim, hamda kichik qizimdan sal cho'ngrab qolgandan keyin men bu ikkisini tanglik qilib olay deb, ikkinchi doktorxonaga olib borsam, bu biz qilolmaymiz, Beyjingga olib boramiz. Deb başladıydı. Aralıkta bir ciddilik koyuvettim ben bu uydakilerim. Koyuvetken bilen soğutku verip koyuvetmedim ben. Darvazı kulup içine boylu koyuvettim. Anılıp pişaymak sakıştık kirolkenimiz bala yetim bulmaydı kendiler. Şıkılıp yakşı taraflarımcak sakıyıp kalma bazı çakılda normal yakıp kalma bulmasa müştahimdim hem de. Hem de benim fikrim öğünümü ilinle hem öğününle hem de öğün bulmuşsun başka öğünüp durup onu kendi asta öğün kılırdılar. Ya öğününle ya öğününle. Hem de bayatken hem çayxana olğanda ki birden kızıkçılık olsun dep ağzım kelgeni jalap koydu ama aduka çevirden. Yani külümüz Hem de birden külkümü bozsan ben bir yumur söz yaparsam Acayip teyze şunu da. bir profesör kişi poyezdi ketip berip bu yolun uzunluğundan yaman zerikip to'xta. Dep mında qarasa endi bir dehqon kishi o'tiribdi ki, ha buni mang'ich yo'l uzoqqa yo'lni qisqartirgani bir amal qilib shu gap kelib, mang'ay deb dehqon kishiga deydi ekan. Ha biz endi uzun yo'lga minibdi, yo'lni qisqartirganimizni parangiz mang'lab. Manda qo'ysin, men sizdan savol so'rayman. Siz savolimga javob berolmay qolsangiz, menga 5 ko'p pul bering. Siz mendan savol so'rang, men sizning savolingizga javob bermasam, men sizga 100 ko'y beraman deb dehqon kishini ancha amdalik toji men ketmabdi dedim. Deyatga dehqon kishi bo'ludi debdi-ki, professor so'raydi ekan, yer shari bilan oy sharining oraliqi qanchalik? Shu dehqon kishi uqmaydi, uqmaydi ekan deb 5 ko'y chiqarib professorga berdi. Savol so'rash dehqonga keldi. Dehqon kishi o'ylanib turib ketib, chiqishida 3 putluq tushganda 4 putluq u nima desa, professor kishining o'ylamiga hayvon qolmabdi, ya beg'ir sistem bütün hayvan keltirib amal yo'q topolmay oxiri 100 ko'yin chiqarib dehqon kishiga beribdi. Berib savol so'rash professor kelgan ekan. Keyin so'rang desa dehqon, siz boy degan iliqi putlab chiqib 4 putlab tushadigan shu qaysi hayvon techi dehqon shapti 5 ko'yin chiqarib men uqmayman degan. Şu bir dükkanlar
Dükan açıp tursa üç xeridar kiripti. Dükanlar birinci xeridardan sizga nima kerak? Sizga bir bolaq çay kerakdi. Degan bu dükanlar çayni peshtaxtni yomon bir ustiga o'tibdi ekan, bu sho'tlarni qo'yib yomon tartibda bir bolaq çayni yeb tushib, birinchi xeridar berib, ikkinchi xeridardan sizga nima kerak dedi. Non bir bolaq çay kerakdi. Degan anagim çay ulab qolsa, biroq sizga bir bolaq çay kerak emas, yo'q debdi. Yani terslikte çıkıp ikinci bolaq çayını elip düşüp ikinci xeridar berip deb, üçüncü xeridar sizga nima kerak desa, "Menga shu bolaq çay kerak" dedi. Şu bir nervus aciz bireylan Boş karvatı yitip, ast üstü karvatken töpü yitip, lan bir çağ bu göp çüp gitip, hopap giyimli karvatı çıkıp yitip, yani birdemdeki yani göp çüp gitip kop kaç, ya Allah, Allah'a şükür cuma, bayatın kopap ketmegen bolsam üzemden töpügülü çüş gidek mi degidek. Mening bir tağam bağımdı da, bu ameliyat işini dep bereyimdi. Böyle takı tuqqının gepini qildi. Asli men şu G'uljuning qo'rg'as nayisiyle suydingda. Tug'ilgan aqlim kelsa mening tağam takı tuqqi qiladi asli. Qiziqchilik qilib. Opamning insi bo'ldi. Endi keyin men buni doğrab qiziqchilik qilib, bu yerda doğrab keyin oxiri sahnaga kelib chiqish fursati menga bo'ldi. Amaliyotda şu tağam qiziqchilik qilib takı tuq so'zlaydi. Men sahnada takı tuq so'zlayman. O normal, turmuşta takı tuqa. Bu kadar takı tuqa çalın mesela süydüğü barsam bunun gepini anlaşqanbırak telefon kılıman. Reşitke üyenge baray degen adimiz nim tamak etip atıdı desem, meden ya üzüp taşap mantı etip atıdı ya gangpengi xemi jugurub atıdı dedim. Bizninki şu 2 yılın içinde 4 tuqunumuzdu gep ketdi. Çoğpam, çoğdadam, tağam ayal keyni-keyinden 4 ölüm boldu bizning ayalda. Ölüm bolayıverip jeyrikti mi bir günü cinazını tillap kaptı. Turup sen koğa, qoğullarını çıkıra, o dünya bizden tıkalıdan baş kira çıkmatam da. Bir gün süydüğü basam, rahmetlik anam mayat vakti, kirip ukamdaydı etsem, opağını yoklap ötep giteydi, mehlengi basam, opam uydan chiqib, yana bir ko'cha kirkitib beribdi-ki, teximni samirib, "Aram, men kirkitib bordim, meni ko'miz" dedi. Bir hayron qoldirib o'tay deb, keyindan asta kelib, "Hada" desam, "Bichora opam semizligida ishdik, burilanmay osh ko'chadan kirkitib, yana bir ko'chadan chiqib, "Ha" dedi. Demak, asta adamdi u. Keyin shuni bilan uni do'rab, men asta qiziq bo'lib ketdi, mendek taq-tuq so'zlab, bu takı tuqumağın ziyan qilib ketdi. Hozir biz uyda bo'lsam, men üzem beka-bekadan bir takı tuqi gap qilmasam, aytib badinim gushshaq bizimga chiqib ketargan bo'lib qoldi. Yani uydagilar bilan oldib kelib urushib qol, uyda ancha-muncha urushidi-ku, aqotun degan. Urush qilib nim deydi? Siz qalladan to'liq ketib bo'lgandam, talada ancha-muncha takı tuq so'ziga chalmayapsiz deb boshlab tillatdi. Shunda ko'nglim keldi qara. Bir adam uchrab, yekandi bir cho'ng bir akamiz bilan palanishib o'tirib, "Voy ukam siz so'qgansiz dedim da, charay qilsam chaqchaq qilmadi dedim, "Na aytsamim. Ukam men bir buzilib qoldim kelib qo'ylab qolganman." Sam yo'q, sizni sal qalladan ketib bir taqtuq gaqirib bir sala julab qolgan bo'laqsiz. Ukam dedim, men qiziqchilik qilib seni taqtuq so'zigan bilan rost taqtuq gaqirdim ko'rsam, menmi qo'rqayman deb qo'ydim. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Choyxona ahli. Men bu to'y to'kin masalasida bir so'z qo'yay qisqa qiliblar. Birisi bu to'y degan gap nima gapkan desa, bu 3 san'atdan birlashgan. Birinchisi nima desa, adabiyot san'at. Buningda bor to'yda. San'at bor, musiqa, naqsh bor. İkincisi yemek-içmek san'ati. Hamda bu ikki san'at birlashidi. Üçüncüsü endi bu to'y qilish san'ati. Bu bir san'at. Kichik vaqtimizda to'ylar o'yladi bo'ladi. Uyda bo'ladi. Polo aytdi, ya qo'rdoq aytdi. Endi shunday qiz ko'chagida keldi qiz tarafdan. Kagak er tarafdan taqdim baqlin chilib, gormonlarni chilib, shunday ushib qo'ydi. Demak, nim bo'ldi, bunda bo'ladi vaqt to'y. Keyindan soz, musiqa, naqsh bilan tugaydi. Endi tal chilib, tal o'ynab qizni uyga borib qo'ydi.
Endi bu yaman bo'lgani nima bo'ldi desa, kunimiz yaxshilandi. Masalan, siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan erkinlik, demokratiya bo'ldi. Odamlarimiz endi damush qandaq qilib pul ko'rgandek qilib to'yni hasbi texirlab ketdi hozir. Masalan, anda shu bir-biridan bas qilib, "Abi Allah'ım so'zlayman, so'zlamay." Tomoq mentin deb rayabam qidak. Burun faqat poloverlar diye bir qorda qilib tugaydi. Bu bir yaxshi kayfiyat hozir birlikka to'y to'killarimiz yana an'anamizga hinobatida oqiga. Anda usul san'atimiz yana oqshima umidinobatida. Demakchiman, har bir san'atchi, har bir har qanday odam o'zining an'anasiga qarab maqsa, hamma nima go'zal bo'ldi. Bunday gap. Go'zallik nada desa, o'zimizning an'anasida. Yüz tağlarga telmirdim, atam yadimga yetkende. Atamning qadri zep ötdi, bigim daşur etkende, bigim daşur etkende. İtim öldü sunup harvam, tağa üçnem dudur emdi. İtim öldü sunup harvam, tağa üçnem dudur emdi. Atamni izligim keldi, itizdin öygü köşkende, itizdin öygü köşkende. Hemme elçeş itip kaçtı, hamalla diyen mehellemge. Hemme elçeş itip kaçtı, hamalla diyen mehellemge. Atam mı kelsidi şunda, anam ayvan dükütkende, anam ayvan dükütkende. Atası bana bay değmen, anası bana ay değmen. Atası bana bay değmen, anası bana ay değmen. Üzemni tuaktalmaymen, atası yok ne köyende. Üzemni tuaktalmaymen, atası yok ne köyende, atası yok ne köyende. Atası bana bay değmen, anası bana ay değmen, atası bana bay değmen. Assalomu alaykum çayxona ahli. Aleykümselam. Ben bu çayxonaga tunji kelishim. Çeyinglarning aytib tetidi rahmat. Aytib yaxshi suhbatlar bo'lib o'tdi. Bayatın ustozlar bir qurdab o'tdi. Hozirgi
turmush sharoitimiz ayni vaqtdagi turmush sharoitimizdan afzal. Jiq afzal. Mayli siyosatdan, mayli iqtisod jihatdan bo'lsin. Hamda qandaqdir to'y qilish, o'ylanish yoki uy elish uncha tasma emas. Lekin bir ish ba'zi shu ota-onalar, ba'zi qizlar, ba'zi yigitlar buni o'zlari murakkab qilib yapardi. Bir misol aytsam, 2 yilning oldida bir telefon qilgan. Pek yaxshi o'tgan tamaka. Ota-onamning iqtisodiy ahvoli sal nacharroq, bir qiz bilan nihoyat yaxshi o'tgan. 1 yildan keyin o'ylanadigan, to'y qiladigan ish bo'ldi. Hamda uy olmasam bo'lmadi, yomon tasda arzon ijoralik uyni. Hal qilib ekan bu bola. Ijaraga desa unmaydi ekan. Shuni uyni hal qilib, ham ish tugab bog'oq taqtib bo'lgandan keyin men arzon ijoralik uy deydigan mahalda o'ltiramanmi deb bu to'yni buzib o'tibdi. Hamda buni nima deb tushunamiz? Ota-onasi gap yig'izamabdi, bu qiz o'zi buzib o'tib qoldi. Endi yana ba'zi to'y tugunlarda o'rinsiz ishlarning ta'siridan jiriklashib qolgan bunday misollarni ehtimol choyxona ahli jiq anglagandir. Buni jiq so'zlashning zaruriyati yo'q. Ham demoqchi bo'lganimiz, hozirgi mush baxtli turmushimizda biz qanday baxtiyorlik his qila olamiz? Qanchalik qila olamiz? Bu bir muhim masala bo'lib qoldi. Bak hashamdaramchilik albatta har ikki taraf kuchuk bo'ladi. O'zimizning milliy odatlarimizni to'yda, kiyim-kechaklarimizni mush to'y to'kin nazarchiliklarda bir ro'shan ifodalasak deydigan umidim bor.
Hürmetli çayxana ahli. Men bu Asqar Davud apanninki ustozi o'qish bitirgandan keyingi aksi va ag'inisi bo'lib bilan bir ikki yil gap qoldi. Elimizde 78 yılın ahırda saat iş ötüş başlandı. Annevi bazar egiliginin tavariga ötüş jarayonida shundoq bir narsa jamiyat paydo bo'ldiki, jamiyatninki birisi dunyo qarashi, turmush qarashi, qimmat qarashi, pul qarashi, yashash qarashi degan xilma qarashlar zo'r o'zgarish bo'ldi. Ochiq aytgan vaqtda kishilarniki turmush qarashda burug'idek hamma oldi qarash deydigan qarash, keyincha hammada pulga qarash deydigan bir qarashqa sal o'zgarib qolgan edi. Hozir qadar shuni ifodalar bor. 2000 yil bo'lib 21 asr kirgandan keyin kishilarning qimmat qarashida yana o'zgarish bo'ldi. Iqtisod turmush yana o'zgarish bo'ldi. Ochiq aytgan vaqtida kishilarning turmush saviyasi bag'ansiri yuqori ko'tarildi. Lekin shunga ergishib yana yoshlarning boshqa timchiligi taxmo oshdi. Burma cho'nglar degandek bir uy taqsim qilsa, yoki setib olsak, har holda oqlab beradi. Kirgidek qilib, yatqidek qilib beradi. Hozir shu xumdandaklar tamnili berdi, qop-qartamdi. Qizlar kiramda kirmaydi. Hozir manchizminki bir uyni setib olsang, yana manchizga hashlab uyni bezimisan, masala bo'lmaydi ekan. Böylece yaşlarınki g'imini oshirishga sabab shu. Natijada bu manda qarz oddiy ishdak ko'rindi. Men bir umrim jamiyat tadqiq qilib o'tdim. Manda bir ishga yomon ishni keltirib chiqardi. Yomon. Birisi jamiyatga ochiq aytay, qari qiz, qari yigitlarning sonini oshirib o'tadi. Chunki ularga darhol vaqtida o'linish va to'y qilish, o'yilga chaqliq qilishga nasib bo'lmaydi. Ikkinchidan kishilarda bir xil g'alit bo'lgan bir isrofchilik qarashini keltirib chiqardi. Ko'pchilikka rahmat. Assalomu alaykum çayxona ahli va barliq ota-onalar. Avvalkam sizlarga Sunay Shahzod Siyosinjadan chin yurakdan o'tiq salom. Buni qo'limdagi bu so'z bo'lsa, bizning Uyg'ur millatimizdagi 3000 yil burungi so'z bo'ldi. Ismi Balaman. Yo'qolib ketish girdog'i berib qolgan so'z. Hamda o'zimizdagi Uyg'urcha muqamdan ariya chap berayqanda. Bo'ldi, rahmat.
Jop. Çayxandaki hozirgi faoliyatimiz nihoyatda yaxshi qiziqyotidi. Çayxon ahliga o'qib beradigan bir tekstim bordi. Bir so'g'ib qolsa, shuni o'qib bersan. Bir uying bor. Eshigi yo'q, keshigi yo'q, to'nglagi yo'q. Qapqarang'u zulmat ichra bir uying bor. Var qırsang ovozing yo'q, sadoying yo'q. O'zing tanho yatoringga bir uying bor. Zər altından bezisən o öylərini. Şah misali çaqnazsan o boylarını. 40 keçə ötküzsən o toylarını. Özün miskin keteringə bir öyün var. Həşəmətlik öy bisatın məngü əməz. Malu dünya altınların xəcim əməz. Riyalığın kibirində toxtar nəfəs. Sen biçare yatağırımda bir öyün var. Seni ilip çıkargı bir ülpütün yok. Candın keçer kerin dişin çöp kıtın yok. Toğu desem şul toğangı çıkar dön yok. Şu karangı azgalında bir öyün var. 40 keçe ötküzsen mu toylarını. Hırıstaldın bezisen mu boylarını. Mervayittek çaknazsan mı öylerini, eş işre ötküzsen mı günlerini, şu karangı azgalında bir öyün var. Adlaka. Xoş. Ben çayxanda yaman jimjit o'tirib ketdim aka. Qanaqa Men o'sha o'tirsan? Jimjit o'tirsam yaman ishchim pushidi meniki. Şoňa men bir buningdan bir deb baqsam, uning ustiga Asqarkam kelibdi degan mana çayxanamizga. Baya şunda yaxshi o'zining she'rlarini o'qib berdi. Men bu bir azroq she'r yozib kelgandim, shuni o'qib beraymi Asqarka? Teşekkür. Ashuna qilsam bo'ladimi aka? Bo'ldi. Endi Asqar Davud ma'qul deganda menmi endi boshqa fikrim yo'q. Amal O'qib baqab, anglab baqamda? Bir o'qib o'taymi? O'qib bera. Bir o'qib o'tay, ya. Şamal çıktı bildin mi? Boylarını akküdek. Oppo telefon appasam kızlar bana tekküdek. İşlep tapkan pulumga. Oppo telefon ilvitey. Boytak kızlar hedanla. Nesig bosmo ilvitey. Koyma obdan çoğun bop sen. Xəxlə qarab qağıdək. Əgi teksen toylıqqa Oppo telefon ağıdək. Bak kirmen badam ba. Gün üzgen dadam ba. Oppo telefon ekranda kamera yiyen balam ba. Oy. Torda kızlar baksım o. Sözleri hem yaksım o. Kadirligin xotunni Oppo'rungni çaksım o. Oy. Kanap bolam dike aka. Yo, buldu alamet boptu bu. Möhtərəm çayxana əkli bugün nəhayət yaxşı məzmunda ançımıcı həm söhbət bolduq. Öylənəymi, öy siti olaymı demiş temada çördəp durub nurg'ulg'an turmuşda bizning bishimizga kelayotgan bo'libmi yoshlarımızın duch kelayotgan masalalarda nəhayət yaxshi muhokamalar bo'ldi. Uning yaxshi fikrlarini berdik, ham lilla uning diagnoz qo'yildi. Çayxanamızga davomli kelib turishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat.
Alamat kızıp getireceğim ama çayxanını kızıtıp ettinler. Rahmet. Çayxanımız kaynaydı. Oppo bilen kameranda. Күнүп кетти кәгелле, кемгелле арманда. Mötverning kiyimi mötverge yaraştı. Sır dışımını işkelle isilken dep maktaştı. Turmuş, hizmet, ticaret besimida yanıl turmuşdan zerikken çarçığa vaqtlarınızda pişqandek çayxanamız kelin. Ayalına etpegen tügüre çöçürülerden sen sörükке vaxtınlarda hoş tatlı çayxanamı gelip isil çaylarımdın hozurlananlar. Çayxanamızın işki uçuq, davamlıq kelişinlerini ümit qilmiz. Keler hep görşeyli. Hayır Hoş.